Hurmatli fuqarolar, sizlarga Telegram orqali rasmdagi sizmi? MIBdan qarzingiz bor ekan, suddan chaqiriq qog'oz keldi nomosida APK fayllar yuborilmoqdami? Ularni aslo yuklamang. Aks holda firibgarlarning tuzog'iga ilinasiz. Eng ko'p tarqalgan APK ilovalar deymiz. U dasturlar asosan o'sha chet el fuqarolar tomonidan yuboriladi va keyinchalik uni o'rnatish orqali telefondagi hamma ma'lumotlarga, shu jumladan SMS xabarga kirish ruxsati olib va keyinchalik o'sha qurilmaga o'rnatilgan plastik karta raqamlari, plastik karta ilovalari va ularga keladigan SMS xabarlarini qo'lga kiritishi mumkin. Agar siz APK faylini yuklab dasturni o'rnatsangiz, firibgarlar sizning kontaktlaringiz ro'yxati hamda SMS xabarnomalaringizni egallab olar ekan. Ikkinchi holatda aytadigan bo'lsam, bankdan telefon qilamiz deydi. Bankda oltin qoida bor, hech qachon sizga SMS so'ramaydi. Bank xodimlariga SMS so'rash taqiqlangan. APK dasturlarni o'rnatganingiz nafaqat u sizning SMSingizga, balkim Telegram akkauntingizga ham egalik qiladi. Keyinchalik siz Telegram akkauntingiz ham uchinchi shaxs tomoniga o'tib ketadi va u sizni tanish bilishlaringizga keyinchalik yuboradi. Bundan tashqari shu telefoningizda mavjud bo'lgan hamma rasm, foto, video, o'shalar egasi ham xavfsizda qoladi. Sun'iy intellekt qilib kimnidir nomidan, ovozi bilan, o'zi bilan video xabar yuborish mumkin. APK dasturini ochmaydi. Mutaxassisning ma'lum qilishicha, bugungi kunda ko'proq yoshi katta insonlar kiberjinoyatchilik qurboniga aylanayotgan ekan. Yosh kattalar ham telefondan foydalanishni yaxshi bilishmaydi. Keyin ishonuvchan ular. Parolni e'tiboring desa, ular qo'rqib, aytish kerak ekan degan tushuncha bor-da. Ilova dasturni telefonga bir marta o'rnatganingizdan keyin, bir marta 1 million yechib, keyinchalik pul yana tushsa yana yechib oladi. O'sha telefonning xotirasini boshqatdan shu dasturdan tozalab, Telegram o'sha o'chib ketsa boshqatdan ishga tushirib, keyin choralarni ko'rish kerak. Hurmatli fuqarolar, hech qachon APK fayllarni telefoningizga yuklamang. Bu haqda yaqinlaringizni ham ogohlantiring. Mazkur lavhani darhol tanishlaringizga, qarindoshlaringizga yuborib qo'ying. Zero ogohlik davr talabidir.